O'zbekiston operator so'rab Здравствуйте, eshitmaysizmi? Sağ olun, yaxshimisizlar? Eshitmaysizmi, nima bilmoqchisiz? Yurmizlar? Eshitmadi, nima bilmoqchisiz? Ne, jahl qilyapti, Nima kechirasiz? Oddiy bo'lsam qo'yib qo'ydinglar-da. Kechirasiz. Bo'lishi mumkin, boshqa operator bilan gaplashyapsiz. Hozir nima bilmoqchisiz? Ben bir qancha savollarim bor edi. Savollaringiz bo'lsa, men sizga eshitaman. Birinchisi, men antenaning o'zidan o'zimda qarab tursam, bitta ikkita bo'ladi-da, keyin to'rtta bo'lib qoladi. O'shanga hayron bo'lib sizga telefon qilyapman. Apparatingizni o'chirib yoqingchi? Yo'q, apparatim zo'r, yaqinda oldim. Siemens. Voy, nomerim bor-ku, nomerim ham kuchli nomerlar. Shu apparatingizni o'chirib yoqing, o'sha paytda xo'p. Keyin yana bitta narsa, menga shu anaqada telefon bo'lgan ekanda. Ayo. Telefon bo'lgan ekan. Xo'p. Telefon qilsam olmayapti. Uxlagandir hozir. Yo'q, ani doyaga chiqib ketgan deyapti. U nima u? Men telefon endi oldim, tushunmayapman-da, o'shancha joyga telefon qo'yman. Nima kechirasiz? Yo'q, menga bitta telefon qildi-da. Qo'yib qo'ydi, olishim bilan qo'yib qo'ydi. Keyin unga qaytarib qilsam, telefoni doya deyapti, doiraga chiqib ketgan deyapti. Tushundingizmi? Qo'ng'iroq qilganingizni tushmayapsizligingizni aytyapsizmi? Yo'q, mana keyin menga telefon keldi. Keyin men qaytarib qilsam, o'shanga telefoni doiraga chiqib ketdi deyapti. Bo'lishi mumkin, hozir xizmat darosan tashqarida, aytaman. U telefonni yoqib qo'yadi, o'shanda o'chmagan bo'ladi. U nomer bo'ladi. Albatta, yana savolingiz bormi? Ha, yana savolim bor. Men bitta akam bor-da, akam, otboqal. Xo'p. O'shani, nomeri qarzga kelib ketibdi, $2. O'shani nech pul bilan yoqadi? $2 shu bo'lganda telefon yoqiladi. O'shanga hozir dollar nech pul? 1500 so'mmi? 1300 $1000 kursini aytaman sizga. 1336 so'm 53 tiyin. O'shanda men nech pul to'lashim kerak? $2 bo'lsa 2660 so'm bo'ladimi? $2 shu bo'lish kerak. Sizga hisoblang iltimos. Ya, men 2000 ni ham to'lab, yana 2000 dan oshirib qo'yishim kerakmi? Unda men bankrot bo'laman, o'zi kuniga $1 ham ishlamasam. Kinoyi? Hozir nima qilishimiz kerak endi? O'shani qilib qo'yasam bo'ladi, o'shani sizdan so'rayapman. So'rashingiz kerak, yana savolingiz bormi? Savolim ko'p, kenajon ko'p savollarim. Xo'p, bo'lsa aytavering. Sizni telefoningiz bormi? 0890. Ya, o'zingizdan yoningizda olib yotgan. Men kamarim bor, kamarim ko'chada. Xo'p. Sizniki ham bormi ko'chalik? 0890. Yana bitta narsa, oxirgi savolim kenayi, iltimos sizdan lekin. Meni jo'ra pochcham bor-da. Xo'p. Bugun tug'ilgan kunlar edi. O'shani tabriklamoqchi edim, o'shani aytib qo'ysangiz deyotgandim. Nima? Kechirasiz? Jo'ra pochchamni tug'ilgan kunlar edi. Xo'p. O'shani tabriklamoqchi edim, tabriklarim bor edi. Kechirasiz, bu sizga radiomi? Internet kompaniyaga qo'ng'iroq qilyapsizmi yoki o'yin qilyapmiz? O'yin qilyapsiz. Voy, men internet qilyapmanmi? Senlar menga nimani berdilaring? Men yo'q deb o'ylayapsanlarmi? O'tinoyi. Savolingizni aniqlab keyin qo'ng'iroq qiling. Xayr, sog' bo'ling. Bo'pti.